Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 6-oyning 3-kuni juma. 2 haftada bir qatam chiqadigan videoga chiqdim. Bu hafta xabar bak ko'p. Men qisqaroq qilay degandim. Yine bak cho'ng xabarlar jiqib ketdi. Ashta bo'g'ashqa ba'zi temalardan to'xtalmayman. Masalan, NASA'niki, dansalki yangiliklar to'g'riliq. Kelar qatam mana so'zlab beraman bu jihatda. Bu haftadagi eng cho'ng xabar Dünya Uyghur Qurultayı uğurlaştırılan Milli Kengaş yığını oldu. 26-dan 28-gacha Germaniyaniki München şehrida. Bu vaqtda jiq xabarlarni ko'rdinglar. Shunga bek ko'p to'xtalmayman. Buniki bir qancha cho'ng alayidligi haqida qisqacha to'xtalay. Ondan keyin bu qatim shu bir cho'ng alayidligi bu qatimki bu Milli Kengash yig'iniga qatnashgan tashkilotlar Naki sani burunqi her qanday vaqtdan eng ko'p qatnashgan Uyg'ur davosidagi sarxillarning sonimi burunqi har qanday vaqtdan ko'p bo'ldi. Demak, Xitoyniki Uyg'urlar solgan zulmi bag'an suri ko'plagan Uyg'urlarni, Uyg'ur faoliyatchilarni birga ekyotidi. Bu ahvol bu qatam bir namoyon bo'ldi Myunxenda. Bu qatimki yana bir ta'sirlanarli ish München'deki Uyghur qarindoshlar bulup Muşya'daki restorandaki ilgileri ve başka qarindoshlar şu yig'indagi oldikayni ve yig'in jarayonida intayin qattiq fidokorlik ko'rsatdi. Ular shu tamoqlarning hammasini o'z yenidan chiqim qilib tayyorlashni o'z ustiga olgan vazifani olgan bo'lib ajoyib esli o'rildi. Shaxsan men bek ta'sirlandim. Dünyadaki başka yerlerden gelen qarindoshlarım bek ta'sirlandi deb o'ylayman. Torlarda hozir ko'plab rahmatlarini aytib, minnatdorlik bildiryapti. Endi bu ish gapning ichidagi ikkinchi cho'ng xabar Xinjiang saqchi hujjatlariniki pash qilinishi bo'ldi. Bu ahvol Uyg'ur davosini yana bir yangi pallaga ko'tardi. Bo'libmi dunyoniki Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik ahvolini tushunishida nihoyatda cho'ng bir baldaq ilgirlash bo'ldi shu ish gapning ichida. Hozir endi asosan Xitoyniki bu ishlarni inkor qilib gap qilishiga imkoniyat qolmaydigan bir darajaga keldi. Xitoy hukumati yana inkor qilyotdi. Tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi masalan yana inkor qilyotdi. Lekin az dunyo ularga qat'iy ishonmasdan bo'ldi. Bu bir nayeti çoğun iş oldu. Anda bu qatimki muşu iş bilan paş bo'lgan yani bir qism ahvollar buni biz burun bilatdik. Lekin dunyo ancha bilmaydi. Biz dedik, dunyo ancha ishonmadi. Bu qatim bu narsa texnik oshkorlandi. U nima degan chog'da Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik plani Chenchuangoning atrofiga o'rlashtirilgan. Chenchuangoni yadro qilib turib o'rlashtirilgan. Chenchuangoni Xi Jinping o'zi bevosita Sharq Turkistonga mangdigan mushlarni bilib pash bo'ldi. Buni biz burun bilatdik. Biz buni deb kelgan buni, lekin vaqtim yana bir qatim jazmlashdi bu ish. Ondan Chenchuango Sharq Turkistonga kelgan chog'da 10 yildek turib turishga rozi bo'lib ketdi ekan, ma'qul bo'lib 10 yildek turishga ma'qul bo'libdi ekan. Ondan keyin Sharqiy Turkistondagi jazar lagerlariniki vujudga kelishi markazniki bevosita qo'l tiqish bilan vujudga chiqqan. Bu ish yana bir qatim jazmlashdi. Ondan keyin bu ishni 5 yillik plan qilib tuzgan. Chenchuangoni yadro qilgan asosda 5 yillik plan qilib tuzgan. Ya'ni 2017-yilniki 5idan 2020-yilning oxirigacha. Eğer dikkat qilsanglar, Chenchuangoni shu yaqinda Sharq Turkistondagi vazifasidan elib uni boshqa ekatdi. Bu qanday tasodif bo'lib qolgan ish emas. Shu 5 yillik plan oxirlashganligi uchun, tamomlanganligi uchun uni ekatgan. Mush ishlarniki hammasi mush qatimki Xinjiang saqchi hujjatiniki pash bo'lish bilan tang yana bir qatim jazmlashdi. Buniki muhim nuqtalari shu. Bu vaqtda boshqa nurg'un narsalarni boshqa manbalardan oldinglar. Ashta bu boshqa men o'to'rliq bugun ko'p to'xtalmayman. Bu haftadagi 3-cho'ng xabar
BDT kişilik hukuk Ali Komisarıniki başlığı Michel Bachelet'niki Xitayga ziyoratga berishi. Bu bir sharmandachilik bo'ldi. Qisqartib aytgan chog'da. Asosan bu ayolniki degan nasri odamni qusqisini keltirdi. Masalan, undagi shu ziyoratdan keyin degan gaplarning ichida bunday gaplar bor. Şinjan hukumati tarbiyalash markazlarini taqashga va'da berdi deydi. Assured. Shu tarbiyalash markazlarini taqashga va'da berdi. Ondan keyin u deydi bu tarbiyalash markazlarini to'liq tekshirish, umumiylik tekshirishga fursat bo'lmaydi deydi. Ama o Şinjan hükümetini özüneki terörizmga karşı ve radikalsızlaştırış siyasetlerge qaytadan qarab chiqishga rag'batlantirdi deydi. Şinjan hükümetini aşılağı rag'batlantirdi, encourage deydi. Mushundaq numussizmi gap bo'lamdi. Bu gaplarniki ma'nosini nima desanglar, Şinjan hükümetinin terörizmga qarshi tutgan siyasetleri to'g'ri aslida. Uniki radikalsizlashtirish siyosatlarimi to'g'ri, lekin sal hadini eshib ketdimi qandaq? Ashni bir qaytadan siyosatlarga bir qayta qarab chiqqan bo'lsanglar deb turmish bu xonim. Bu bir uchi chiqqan sharmandachilik. Bu gaplar, bu sözlerning ishlatilishi Xitoy hukumatiniki hükümet işletken söz bilan farqi yo'q. Xitoy hukumati shu jazo lager qatorliq narsalarni terrorizmga qarshi tadbir, aniki radikalsizlashtirish tadbiri deb o'tirib qo'ygan. Bu xotimi shu gaplarni ishlatib, mana qipslan bu sal hadini eshib ketdimi bir qaytadan qarab baqsanglar debdi. Encourage qilibdi yoki shunday qilishga rag'batlantiribdi Şinjan hukumatini. Uyg'urlar ustidan hozirga qadar elib berilgan irqiy qirg'inchilik, zulm va boshqa narsalar to'g'riliq hech qanday gap yo'q. Buni hech qanday tilga qo'ymaydi bu ayol. Ashta bu boshqa bu ziyoratniki ahvolidan Xitoy hukumati intayin asallam o'ziga foydali bir holatda foydalanadi. Nimishqa desa, hech qanday yangi gap o'tirib chiqmagan. Birisi bu Bachelet xonimga Xitoy hukumatiniki va'da berganligi, yana birisi bu Bachelet xonimniki Xitoy hukumatining siyosatlariga qaytadan bir qarab chiqishga ilhomlantirganligi. Mushundaqla gap, buning sirtida boshqa gap yo'q. Ashta bu boshqa bu ziyorat bir cho'ng mag'lubiyat bo'ldi. Bu mayli Uyg'urlar bo'lsin, yoki dunyo jamoati uchun bo'lsin bir cho'ng sharmandachilik bo'ldi menimcha. Andan bu xotinniki Xi Jinping bilan ko'rishgan vaqtidagi bir kulib turgan rasm bor. Bu rasmni xil ko'p chiqdi. Uningdan qarasanglar bu xotinniki Xi Jinping ko'rishgan chog'da qaysi darajada ko'ngli yamrab ketganligini ko'rib olgan bo'ladi. Hech qanday bir insonchilik bo'libmi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan sog'an ziyini, bu vaqtda qilchilik bir parvo qilish degan narsani asrimi yo'q. Ashta bu boshqa bu rasm bir tarixiy rasm bo'lib qolib qoladi. Menimcha bu ayolni biz qanchalik ayblasak bo'ladi. Hozir bu ayolni BDTdagi vazifasidan tushib ketsin degan bir harakatni bo'yotdi. Bu bir yaxshi ish. Bu jihatda biz qanchalik ish qilsak arziydi. Bo'lmasa bu ayolniki BDTda shunday bir muhim o'rinda turishi yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, dunyo uchun bir ofat. Shunga bu jihatda hammamizniki bayrog'i nima maydoni intayin ro'shan bo'lishi kerak deb o'ylayman men. Bu haftadagi 4-chi bir muhim ish shu WhatsApp to'plarida bir video tarqaldi. Xitoydan kelgan bir parcha xat degan mazmunda. Buningda bir Xitoyning ichki o'lkalarida turadigan bir Uyg'ur qarindishimiz aslida bu xatni Xitoycha yozib ekan.
keyin ba'zi qarindoshlar uni tarjima qilib video shaklida chiqaribdi. Shu 2017 yildan hozir qadar Sharq Turkistonda bo'lgan ahvollarni biroq xulosalab debdi buningda. Buningda bir qancha muhim sonlar bor. Endi bu qarindoshimizniki degani 11 milyon Uyg'ur nüfusunun içinde 6 milyon Uyg'ur vayron qilindi deydi. Bu yerda vayron qilindi deganini men turma lager jazo majbur emgak zavodlari mushlarga avatilib, uylari buzilib, ballari akitilib degandek mushlar vayron bo'ldi deb tushundim. Buni endi Uyg'urlar nüfusini 11 milyon deb qaragan joyda 6 milyon degan yerimdan ko'proq degan gap. Ma qarindoshimizniki degan sonlar shundoq. Endi men 20 milyon Uyg'urning ichida 9 milyon Uyg'ur yo'qolib ketdi deb keldim. Bu menga uchrashundoq. Bu shu 20 yaqin bor edi. Lekin nisbat jihatdan aytgan chog'da ma qarindoshimiz degan sondan mening degan sonim sal ozroq. Nisbat bo'yicha aytgan chog'da 20 milliondan 9 milyon, 11 milyondan 6 milyon degandek. Har holda bu qarindoshimiz bir qism konkret ahvollarni bayon qilibdi. Masalan, Sharq Turkistondagi shaharlarda Uyg'urlar qat'iy qolmaydi deydi. Yezdik nüfuslarniki 90% yo'qolib ketdi deydi. Shunga bu yo'qolib ketgan Uyg'urlar nega ketdi degan savol bor. Men buni izchil turda deb kelyapman. 9 milyon Uyg'ur Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur jamiyatidan g'oyib bo'ldi deb bu jihatda bizda birdek bo'ldi deb tushundim men. Bu videoni men Facebook chiqarib qo'ydim. Men shu bugunning ichida men uni YouTube ga chiqarib qo'yman. Uni ko'rmagan qarindoshlar ko'rib baxsanglar bo'ladi. Bu xo'sh xabar emas. Nayt etiniş xabar, nayt vahşi xabar, ama bu bir reallik. Ben bunu izchil turda deb keldim. Ama yeni çıkan uçurlar, ben burun ta'minlagan uçurlarni biraz jazmlashtirib atadi. Endi bu yaqinki yana bir cho'ng xabar 6-oyning 1-kuni Xitoy hukumati Shanxayni echibdi. Shanxayni echibdi deganimiz Shanxayni butlay qulplab o'tgan xabarlarda bor. Bu bana bir narsa ishni bilan chekib o'tadi. Sal tutib turinglar, men darhol qaytib kelaman. Shuna qilib 6-oyning 1-kuni Shanxayni ochdi bular. Bu yilda bu nayti bir sharmanda ish qilib o'tadi Xitoy hukumati. Bu nima desanglar? Buni ichib bo'lgandan keyin ular Shanxaydagi quluplashni bekor qildik deb hech qanday uqtirish qilmay, hatto bu Shanxayni ochdik degan gapni ishlatishga yo'l qo'ymayapti hozir Xitoyniki medialarda. Hukumat butunlay tinib, biz Shanxayni taqamadik. Shanxayni taqaganlar shu yerlik hukumat o'zi, aniki xalqlar o'zingni taqadinglar, uni biz qilgan emas. Shunga hukumat buni echvatdi, Shanxayni echvatdi desanglar bo'lmaydi deb shu gapni cheklab 6-oyning 1-kundan boshlab Shanxayliklarni sirtqa chiqilib qo'ydigan mashlar bir ishni qilyapti hozir. Qildi. Shunga buningga Shanxayliklarning intayin qo'si ko'plik. Ko'rdinglar, bu 2 oydak bular nayti ig'ir kunlarni boshdan kechirdi. Nurg'a odamlar o'ldi, nurg'a odamlar o'lib oldi. Ashundoq bo'lib, bir Shanxay vayron bo'ldi mana shu qanchada. Xitoyniki iqtisodiyoti eng kuchli bir shahar vayron bo'ldi. Ashundoq bo'lib qolgandan keyin hozir ham hukumat o'zining qilgan ishidan tinib olib, buni biz qilmadik. O'zini qilgan yoki yerlik hukumat qilgan, bizning munosabati yo'q deb ashundoq bir narsani o'tirib qo'yatdi. Bumi dunyoniki Xitoyni tushunishiga nihoyatda foydali ish deb o'ylayman bu ahvolniki. Uniki bir ijobiy tarafi shu. Endi mishada bular buni 6-oyning 1-kuni xalqaro bolalar bayramiga ulgutib turib ochdi bu Shanxayni. Shu bolalar bayrami 6-oyning 1-iyun bolalar bayrami. Buniki biraz arx ko'rinishi bor ekan. Amaliyotda buniki arx ko'rinishi Nazi Germaniyaniki Yahudi va Ikkinchi dunyo urushida o'tkazgan jinoyatlar munosabatli ekan. U nima ekan desanglar, endi bu bayramning o'tir chiqishi xil burun bo'lib ekan. 1912-yillar boshlangan ekan, boshqa gaplar o'tir chiqishi. Lekin rasmiy bir xalqaroliq bayram bo'lib, u xotirlanishga boshlaganligi 1949-yildan keyin bo'lib ekan. Buniki Chek Republikda 1942-yil bo'lgan bir cho'ng voqea bilan munosabatli ekan.
u nima voqea ekan desanglar, Nazi Germaniyaniki ikkinchi qo'l cho'ng boshlig'i, ya'ni Gitlerdan keyin turadigan boshlig'i, uning ismi Reinhard Heydrich degan odamga, o'sha odam shu Chek Republikada ish qilib yurgan vaqtida bir qatim uni o'ltirish voqeasi bo'lib ekan. Uni portlatmoqchi bo'lib, bomba dastlab portlamay, kim portlab, bu ishlar bo'lib degandek, u bombaning o'zida o'lmabdi, lekin shuning ta'siri bilan keyin kasal bo'lib o'lib ketibdi bu. Bu shu Gitlerdan keyin qaslam ikkinchi qo'l adam ekan, Gitlerninki eng qadrli adam ekan. Mush odam o'lib ketgandan keyin Gitler bu shu mushni o'ltirmoqchi bo'lgan kent, buning ismi Lidis degan shahar ekan, Chek Republikniki. Shu Lidis degan bir kentmi o'sha ekan, mush kentni tuziltiman deb buyruq tushagan ekan. Tushirib, haqiqatan bu kentni tuzib etibdi. Nurg'un erlarniki hammasini o'ltiribdi. Ayollar bilan bolalarni akitibdi. Amaliyotda bolalardanmi 81 bolani boshqa akitib ekandik. Boshqa bir yerga akitib, shu yerda o'ltiribdi deb qaraldi ekan 81 bola. Ashta qilib jami bu kentda 503 odam bor ekandik. Shulardan 340 odam shu qatimki qirg'inchilikda o'ltirilgan ekan. 81 bolam bor ekan buning ichida. Ashundoq bo'lg'achqa 1949-yili ayollarning xalqaro demokratik federatsiyasi bir yig'inida o'sha 6-oyniki 1-kunni bolalar bayrami qilib bekitgan ekan. Shunga bolalar bayramining mana bir arq ko'rinishi bor ekan. Men bu tarafini burun bilmay ekanman. Shu vaqtim bu Shanxayni ichib etish bahonasida mushtaq gaplarga o'tirib chiqqanti, men sal tekshirib baxtim bu mushtaq bir ishlar ekan, sizlarga bu mushtaq qilishni deb qo'yay. 1-iyun bolalar bayrami degan mushtaq narsaga. Bu mamlakatda bir irqiy qirg'inchilik bilan bir kentdagi 81 bolaniki o'ltirilishi bilan munosabat ekan. Shunga kunlarning birida bizning Sharq Turkistondagi hozirgi irqiy qirg'inchilikdan to'liq hisob ola oladigan bir ahvolga kelgan vaqtimizda mushiyatiki bir qism ishlarni o'ylash baqsaq bo'lar ekan. Uyg'urlarniki hozir qanchalik bolalari o'ltirilib ketdi biz bilmaymiz, sonini bilmaymiz. Endi Shanxayni echvitish bo'lgandan keyin bo'layotgan, kulayotgan bir cho'ng ahvol Shanxayliklarniki boshqa yerga kechishi bo'lyapti hozir. Ular nihoyat ko'p sonda sirtlarga ko'chyapti. Endi shu yaqinqi Xitoy hukumatiniki o'zining fuqarolari qilgan ishlarning tufaylidan Xitoylarniki chet elga eqishi nihoyat burunqidimi ko'p cho'ng bo'lib ketishi mumkin. Shu gaplar o'tirib chiqyapti. Hozir Xitoyniki medialarda to'g'ri paranglar hali ko'p bor ekan. Bo'libmi Hong Kongdagi medialarda masalan. Hozir Xitoylarga ketaman desa, qarshi davlatlar eng yaxshi deganga bular 4 yerni tanlab o'tibdi hozir. Eng oldida turganlari Kanada, Amerika, Avstraliya va Yevropa. Mush 4 davlat turdi ekan. Ondan keyin sirtqi qechayotganlarniki eng ko'p qechayotgan yer Shanxay, Tianjin, Guangdong deydi. Mush yerdan hozir sirtqi qechayotganlar eng ko'p ekan. Bunun ichida pulva, yo'lvalar asosan qechib bir yerga berib bo'ldi hozir. Shundaqdan to'xtamay bo'yatdi bu ish. 2020-yili xalqaro chiqargan bir tekshirish doklati bor ekan. Shu doklatda deyilishicha 2020-yili 1 yilning ichida ko'chman bo'lgan kishilarning soni 281 millionga. 1 yilning ichida ko'chman bo'lgan kishilarning soni, odamlarning soni 281 million. Bunun ichida Xitoy shu chet elga ko'chish jihatda dunyo bo'yicha 4-o'rinda turdi ekan. 2020-yili sirtqa ko'chib ketgan, chiqib ketgan Xitoylarning soni 10 milliondan oshdi ekan. 2020-yili. Shunaqda Xitoy 4-chi bo'lganda chet elga ko'chish eng ko'p bo'layotgan qolgan 3 davlatniki birinchisi Hindiston, ikkinchisi Meksiko, uchinchisi Rossiya ekan. Xitoylar 4-o'rinda turdi ekan. Endi hozirgi yaqinqi xabarlarda deyilishicha Xitoyning iqtisodiy intayin shiddat bilan pastga tushyapti. Shunga Xitoyning iqtisodiy yerga qattiq yiqiladi degan farazlar bor.
iqtisod o'rlib tushadi deganda uniki ikki xil shakli bor. Birisi yumshoq, birisi qattiq. Yumshoq degani sal chalmayroq, asta tadrijiy holda bo'ladi degan gap. Qattiq degani tezlam shiddat bilan bo'lib ketadi degan gap. Hozir Xitoyning iqtisodiy tez shiddat bilan bo'ladi degan ko'z qarash biroz kuchli hozir. Ama shu bir necha yilni bu qilish mumkin bu. Endi mishal deb qo'ydiganim, vaqtda men Myunxenmi dedim bu gapni. Xitoyniki iqtisodi qattiq tushsa, Xitoyniki parchalanish ehtimolliigi nihoyat kuchli. Xitoy aslida ancha birlashamaydigan bir davlatdi. Hozir 300 yildek bo'ldi bularniki. Birlashib, yaqinqi zamonda biroz birlashib kelayotgandi. Hatta boshqa Xitoyning ichidami markaziy hukumatning norozilik intayin kuchlik. Agar Xitoyning iqtisodida bir cho'ng qattiq tushish bo'lib, Xitoyda qalamqonchilik chiqsa, nurg'un yerlar mustaqillik e'lon qilishi mumkin. Shu chog'da Uyg'urlarga bir fursat ketadi. Bizda bo'lishga tegishli bir cho'ng umid mishada buni bir tilga qo'ydim. Endi hozir Xi Jinping bilan boshqa unga qarshi guruhlar o'tirsidiki, kurash intayin jiddiy bo'lyotdi. Lekin biraz aqlga muvofiq analizlarga asoslangan chog'da Xi Jinping bu qatam tushmasligi mumkin. Men o'tganda degandek, u markaziy kompartiya komitetiga bosh sekretar bo'lolmaydi, Xitoyning qonuni bo'yicha. Lekin kompartiyaga rais bo'lish mumkin. Ash bo'yicha o'zining yo'lini tutib, o'zining o'rnini tutib menish mumkin. Bu ehtimolliqqa bak kuchli. Qisqasi Xi Jinpingning bu qatam o'lib tushish ehtimolligi ancha yuqori emas. Endi bu yerda yana bir muhim bir haqiqat bor. U nima desa, Xitoyniki ahvoli kompartiya o'rilmay turib yaxshilanmaydi. Agar Xi Jinping tushamda chiqamdi, mustaq ahvollar yuz berishi mumkin. Lekin Uyg'urlarniki ahvolida agar Xitoy kompartiyasi o'rilmasa, tüp o'zgarish bo'lmaydi. Nimishqa deganda men o'tgan hafta dedim, Xitoylar bu komünizm tüzümünden vazgeçmeydi. Hozir bütün Xitoylarga singdirayotgan bir ideya nima desa, agar kompartiya mavjud bo'lmaydigan, bütün Xitoy davlati vayron bo'lib, xalqniki hayoti kapolatga bo'lmaydi degan ko'z qarashni Xitoylarning qalbisi singdiryapti. Bütün Xitoy fuqarolarini qalbisi singdiryapti. Ashta boshqa Xitoyda kompartiyaga qarshi bir harakat, to'lqin qo'zg'alan o'tirg'i chiqmayotgan sababi shu. Bular yanılamken ümidini Xitoy kompartiyasiga bağlayatıdı hazır. Xitoy kompartiyasi o'rilmasa, Uyg'urlarning ahvolida tubdan yaxshilanish bo'lmaydi qat'iyanlamkin. Bu bir haqiqat mening nazarimda. Shunga buni bir tilab qo'ydim. Endi Ukraina urushi to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'tay. O'zinglar ko'rgandek bu urush taxtida davomlashyapti. Hozir endi analizlarniki qarashicha bu urushniki oxirlashi tuvandagidek 3 sababning birisi bilan bo'ladi deydi. Uning birinchisi Putin'deki qasdlab o'ldirilishi. Bu jihatda bu yil 3-oyda bir cho'ng to'lqin bo'lgan. Rossiyaning ichida Putinni o'ldirgan kuchlar paydo bo'libdi, harakat qilibdi degan gaplar kuchli bo'lgan 3-oyda. Buningga Yevropadagilami birlashib biroz moslash jihatda bir qism ishlarni olib bo'lgan. Yaqin bu gap kuchli emas, lekin endi agar Putin o'ldirilsa, bu urush to'xtashi mumkin. Birinchi omil. Ikkinchisi, agar Putin kasal sabablar o'lib ketsa, bu urush to'xtashi mumkin. Hozir Putin'niki bir xil rak kasal bo'lib qolganligi, bu kasal oxirgi bosqichga berib qolganligi to'g'riliq farazlar ko'p. Bu rasmiy jazmlashmadi, lekin medialarda bu gap chiqyotdi. Hatta bu başka mesela yakında Amerika'nın Newsweek degan bir jurnal var. Haberler, haftalık haberler degan. Şunda mı müşterilik gap var. Putin'niki şu rak kesili sebebinden ülketiş ihtimallığı bağ deydigan. Yakında bu oturgan çıkmay etipti. Kesel sebebinden buluş mümkün dep kalıbatıdı. Yani üçüncü biraz kapalatki iyiye sebep. Hazır Avrupa'dakiler bu urushni uzun muddatga suzib, bir qancha yilga 2023-yil, 2024-yil suzib, shu orqali Rossiyani ojizlashtirib, Rossiya armiyasini ojizlashtirib, shu orqali asosda o'zgidan yo'q qilish. Mush bir strategiyani planlayotdi bular.
Bu bir ihtimali çoğunluk iş endi. Bu yana bir tarafdan nimeni bildirdi desanglar, bu urush uzun davamlashadi degan gap. Hozir bu urush bilan dunyodagi iqtisodiga cho'ng ta'sirlar yetyapti. Masalan, pul pahalıligi pek ig'ir, iqtisod nacharlashib ketdi. Turkiyaliklarniki turmushi intayin nacharlashib ketdi. Uyg'urlar shuning ichida buni hammasini bilib turyapmiz. Lekin yaqinqi bo'layotgan ishlarga qaraganchada Amerikaning ichida bo'layotgan ishlar shuning ichida bu pulning pahalashishi to'xtaydigandek emas. Texmi ig'irlashgandek turdi. Bu urush uzun suzilib ketsa, bu jihatga ishlar texmi nacharlashib mangadi, yaxshilanmay. Shunga bu bir yomon tarafi, ammo bu bir amniyat ahvol hozir shunday bo'lib turyapti. Shuni buni qilib qo'ydim. Amerika yaqin oldingi necha haftalar ichida nimaga Ukrainaga bir zamonaviy qurol bor, uni bermaymiz degan. Hamas raketa atqichi degan bir narsa bor. Bu intayin bir zamonaviy qurol. Uniki undatgan raketalar 300 kilometrgacha bor ekan. Buni burun bermaymiz dedikan. Lekin shu oldingi hafta Amerika hukumati buni berishning qaror qildi hozirgi mening anglashimcha. Bu raketaniki o'qlari 300 kilometrga bor ekan. Lekin Amerika buni nimaga berganda, Ukrainaga berganda, uniki o'qi 80 kilometrdan jiroqqa bormaydigan qilib qo'yib berdi ekan bu qurolni. Unda shu Ukrainadan shuni talab qilibdi. Undan jiroq atmanglar deb. Sababi nima desa, Ukrainaning qo'liga bu qurol chiqqandan keyin Rossiyaning ichiga chiqib qo'ygandan keyin deb ansirab. Rossiyaning ichidagi nimaga nishonlarga etib buni shu orqali bu urushni Ukrainadan Rossiyaga kiradigan başta bir narsaga aylantirib qo'ymasin deb ansirabdi biroz. Ansirab uni biroz o'zgartirib berdigan bo'ldi. Bu yaqin chiqqan yangilik gaplar. Endi Amerika Xitoy munosabatida ba'zi yangi gaplar bor. Ba'zilari eski, masalan eski gaplarniki birisi hozir Biden Xi Jinping bilan ko'rishish to'g'risida bir qism ishlarni qilyapti. Shu medialarning deyishicha yoki bevos ko'rishadi ekan yoki video orqali asosligi uni ko'rishib hamkorlik talab qiladigan talab qilish jihatda. Yana birisi Amerikaniki davlat mudofaa ministri Xitoyniki davlat mudofaa ministri bilan ko'rishmoqchi bo'lyapti. Bular biz uchun eski xabar. Xabarlarda bor, endi meniki deb kelayotganim 2014 yildan keyin Xitoy 1 milliondan ko'p Uyg'urlarni o'ldiryapti. Ana Xitoy virusi dünya bo'yicha 6 milyon 300 mingdan ko'p odamni o'ldirdi. Mushunday qilgan bir Xitoy davlati bilan Amerikadagi bir davlat yenilamkan hamkorlik istab mushunday ko'rishmoqchi, uni prezident ko'rishmoqchi bo'lgani, uniki davlat mudofaa ministri ko'rishmoqchi bo'lgani, bu intayin bir nachar ahvol. Bizga buni qabul qilishga ojizlik qilamiz biz. Lekin bu ishlar bo'lyapti. Endi 8-chilar dünyada 6 milyondan jiq odamni o'ldirgan Xitoyga yine dünya o'rtaq darajada qarshi turib bir ish ko'rmay hozir hamkorlash yo'lini islayotgan bo'lgandan keyin biz Uyg'urlar nerede qolamiz degan savol bor bu yerda. Ashta boshqa bu xabarlardan mening ko'nglim bak yerim. Bir qism qarindoshlarniki kim shunday bo'lishi mumkin. Endi yaxshi xabar, mana shu bir necha kun ichida oldida Amerika tashqi ishlar ministrligi boshlig'i Blinken Xitoy haqida gap qilib, Xitoy bilan Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi to'qinish ikki hukumat o'tirsidagi to'qinish, xalq o'tirsidagi emas. Amerika xalqi bilan Xitoy xalq o'tirsida bunday ahvol ish yo'q degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu o'tirib qo'yilgan narsa 2019 yili 10-30 kuni Pompeo Hudson institutida o'tirib qo'ygan narsa bilan o'xshash. Ayni vaqtda Pompeo bu gapni degan. Xitoy hukumati kompartiya bilan Xitoy xalqi o'xshamaydi. Xitoy xalqi yaxshi, Xitoy hukumati va kompartiya eski degan gaplarni shu vaqtdan o'zida o'tirib qo'ygan. Shuni qo'shib Xitoyniki Amerika qaratgan qimmat qarshi Amerikani o'ziniki eng chong dushmani deb hisoblashdan iborat degan gapni o'tirib qo'ygan. Ya'ni bu yerda Xitoy Amerikaningki raqobatchisimi, hamkorlashqichisimi yoki dushmanimi degan bir gap bor. Hozir o'tirib chiqayotgan gap nima desa, kompartiya va Xitoy hukumati Amerikaningki dushmani, ammo xalq unday emas degan ideyani o'tirib chiqishi. Biz buni bilib kichik vaqtimizdan tortib dunyoda xalqarada andiroq bu gap o'tirib chiqyapti Amerikada.
boshqa yerlarda uncha jiq emas yenilamkin ashtaq bo'lsinmi bu bir ilgillash shunga buni deb qo'ydim bu gaplarga bilinkinning gapiga xitoy hukumati intan qattiq norozilik bildirdi qarshi turdi xitoyniki tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi changlab ketdi bu gaplarga bo'libmi bu ish xitoyniki apti beshirsini ichadiganligi uchun xitoy kompartiya hukumatini xalqdan ayirib etadiganligi uchun xitoy hukumati intayin ansirayotidi bu ishni xalqlar bilib qolmasa bo'ldi deb bakinib qotidi xitoyda xabarlarda bor bular nima desa partiya bilan xalq nima deymiz partiyaga ishlanish kerak xalq ishlanish kerak xalq hukumati xalq armiyasi hammasi xalqni qo'shib olgan amaliyotda xitoy davlatidan tortib butun hukumat armiya banka iqtisodiy institut hammasi xitoy kompartiyasiniki xitoy fuqarosiga munosabati yo'q ancha bu narsani izchil turda yushirib kelgan hozir endi amerikaniki deyotgan gaplari buni misol echib qo'ydigan bo'lganligi uchun xitoy hukumati chang'ib ketib boradi bunga bu tunogillardan ishlar o'tirib chiqyotidi hozir chang'ishi shunga buni bir deb qo'ydim eng oxirida deydigan bir gapim maqatim yunxonga borgan chog'da avstraliyadan kelgan bir qarindishimiz uyg'ur project fondiga 200 avstraliya dollari iona qildi men shu fursatdan foydalanib ko'pdan ko'p rahmat aytaman bu hafta aslida mazmun ichimdan chiqqan narsa bundan ko'pdi ammo sal birisi ko'p bo'lib ketdi mazmun ikkinchisi o'zim yetishmay qoldim shuncha so'zlay ba'zi bir muhim narsalar bor xitoyni tushunishga oid xitoy zodi nima siyosatni qo'llanayotidi mayli xitoy fuqarolarni aldashda bo'lsin dunyoni aldashda bo'lsin qandaq bir taktiklarni qo'llanayotidi buniki nazariy asos nima bu jihatda bir qism muhim uchurlar bor men buni keyingi leksiyalarda asosdagi narsalarga yetkazaman bu demasa bugungi leksiya shunchalik bo'lsin albatta oraliqda bir necha minut yo'qolib ketib qoldim kechiringlar kelar qatim ko'rishishga omon bo'linglar xayr xo'sh allohga omonat